Bugun sizlar bilan mo'jizaviy Mounjaro haqida hali hech kim aytmagan haqiqatlarni ko'rib chiqamiz. Mounjaroning asosiy tarkibi tirzipatitdan tashkil topgan va bu ukolni ikkinchi tip diabetni davolash uchun o'ylab topilgan. Tirzipatit moddasi tanamizdagi ikkita gormonga ta'sir qiladi. Bu GLP, GIP. GLP ning vazifasi bu miyamizdagi ochlik signalini bloklab turishda yordam beradi va undan tashqari oshqozonimizda ovqatni ko'proq ushlashda yordam beradi. Shu sabab ukol olganingizdan keyin uzoq muddat to'qlik hissini sezasiz. GIP esa qonda glyukoza tushganda insulinni ko'proq ajratib beradi. Natijada qonda glyukoza pasaygani hisobiga diabet xavfi ham pasayishni boshlaydi. Hujayra energiya oladi, charchoq kamayadi, yog' yoqilishi faollashadi. Bu ukolni O'zbekistondagi narxi bir oyligi taxminiy 4,5 million atrofida va ozmoqchi bo'lgan insonga bir oy yetmaydi. Bir oy vaqt ishtaha pasayishiga, qonda glyukoza pasayishiga va ukol tana bilan moslashishiga ketib qoladi. Taxminiy bir oyda 2 4 kilogacha ozish mumkin. Agar sizda 20 kilo ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, 6-7 oy harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu taxminiy 30 million atrofida. Xo'sh, 6-7 oy qildingiz mayli. 20 kilo ortiqcha vazndan qutildingiz mayli. U ukolni to'xtatganingizdan keyin tanada nimalar bo'ladi? Ukol tanadan 25-30 kundan keyin уже butunlay chiqib ketishni boshlaydi. Natijada endi sizni GLP, GIP gormonlaringizga ta'sir qiladigan narsa yo'q. Va qarabsizki, natijada yana ishtaha ochilishi boshlaydi, siz ko'p yeb qo'yasiz, qonda glyukoza oshadi va insulin yanada ko'proq ajralish boshlaydi. 6-7 oy qiynalib yo'qotgan vazningiz sekin qaytishni boshlaydi va 30 million shunchaki havoga uchgani qoladi. Oliy ma'lumotli dietolog sifatida meni shaxsiy fikrim shundaki, ozish uchun qanaqadir dori yoki ukollarga emas, odatlarimizga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi. Chunki biz ovqatlanishimiz, turmush tarzimizdagi odatlarimizni to'g'rilamagunimizcha yo'qotgan vaznimizni qayta yig'ib olamiz. Mounjaro haqida barcha savollarga javob topdinglar degan umiddaman. Keyingi videom ozish uchun qaysi mahsulot yoki qaysi dietani rasbor haqida bo'lishini xohlaysizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar.